Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Ko'rib turayotgan bemorlaring o'tkir infarkt deb operatsiya bo'layotgan paytida infarkt operatsiya mumkin emas degan joyda biz chaqirishdi. Biz borib EKGga qilib turib yuraklarini infarkt emasligini, umuman boshqa diagnozni tasdiqlab berdik. Kardiogrammada infarkt ko'ringan. Bemor o'zimizni urologiya markazida shakar qushog'ida bo'lgan. EKGda shu infarkt belgisi chiqqan, operatsiyaga olamay turishgan. Mana ko'rib turibsizlar. Orqa devorda va yon devorlarida kuch, o'sha o'tkir infarkt o'tkazgan belgisi turibdi. O'shuning uchun operatsiyaga olishmagan. Infarkt bo'lsa olmaymiz deb EKGga chaqirishganda mana biz o'zi qilganimizda yuraklarida umuman boshqa narsa. O'sha ko'rganimizda mana yurakni devori qallashib ketgan. Ko'rdingizmi? 21 mm bo'lib ketgan. Bu 11 mm bo'ladi. Biz o'sha infarkt emasligini isbotlab berdik mana. Ya'ni har bitta infarkt bo'lgan odamda qaysi bir segmenti qisqarmay qoladi, akinez deyiladi. Bemorimiz hamma joyi zo'r bo'lib qisqaryapti. Shuning uchun biz infarkt inkor qilib, biz gipertrofik kardiopatiya qo'yib, obstruksiya forma qilib operatsiyaga ruxsat berdik. Operatsiya bo'lib chiqdi.